Assalomu alaykum. Shohsan opamman. Endi tug'ilgan kunlari desam, har oyda tug'ilasiz endi bu turishda. Mayli, bu juda ham yaxshi. Sizga avvalambor rahmat. Hammani shu joyga yig'ib, kayfiyati ko'tarilishga sabab bo'lyapsiz. Biroz hayot tashvishlarini unutib, ozgina madaniy hordiq olishadi. Bu juda ham yaxshi narsa. Qolaversa, mana shunaqa yaxshi kunlarimizga hech qachon ko'z tegmasin. Har doim kunimiz mana shunaqa to'kin sochin, tinchlik, xotirjamlikda, diydorga hech narsa yetmaydi. Sizni avvalambor tabriklayman. Mana shunaqa yaxshi kunlarni insonlarni yig'ib, kayfiyatini ko'tarishga sazovor bo'layotganingizda. Sizga sog'lik, salomatlik tilayman. Xonadoningizga tinchlik, xotirjamlik, onajoningizni ko'rib xursand bo'ldim. Onajon, umringiz uzoq bo'lsin. Shularni shu chiroyli chiqqanlarimni rohatini ko'rib yuring ilohim. Xudo xolasa, Shohsan opani endi anchadan beri yaxshi bilaman, yaxshi ko'raman, akam deyman doim. Ko'rsam kayfiyatim ko'tariladi. Shunaqa insonlar bo'ladi-ku, ko'rsang yashaging keladi-da. Shunaqa insonlardan bittasi. Instagramda ko'ramanmi, hayotda ko'ramanmi, doim xursand bo'laman. Iloji boricha bir joyga chaqirsalar, labbay deb kelgim keladi. Chunki bilaman, Shohsan opa bilan mazza qiladi odam. Ko'z tegmasin sizga shunaqa pozitivligingizga, shunaqa sevimliligingizga, uyingizdagi bu yaxshi kunlaringizga ko'z tegmasin. Xudo xolasa siz yaxshi kunlaringiz hali oldinda Otabekjon ukam bilan hali yig'ilishib, xudo xolasa undapam mana shu qatorda undapamni ko'rsalaringiz odam hamisha bahor kayfiyating ko'tarilmasdan hech iloji yo'q. Opamga ham gap bo'lishi mumkin emas. Oqibatli qachon, qayerda nima desalar xizmatga shay inson turadi-ku, sodiq do'sti undapam. Sanatlari go'zal, ichki dunyolari go'zal. Endi